Assalomu alaykum, hurmatli bolajon. Bugun men sizlarga sholg'om ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir chol sholg'om ekibdi. Sholg'om kattagun bo'lib o'sib yetilibdi. Shunda chol sholg'omni tortib olgani boribdi. Tortib yerdan tortib ololmabdi. Shunda chol kampirni yordamga chaqiribdi. Kampir cholni sholg'omni tortibdi, biroq sholg'om o'rnidan qo'zg'olmabdi. Chol nabirasini yordamga chaqiribdi. Shunda nabirasi kampir cholni, chol esa sholg'omni tortishibdi. Bu safar ham tortib olisholmabdi. Shunda nabirasi itni yordamga chaqiribdi. It nabira kampirni, kampir esa cholni, chol sholg'omni tortishibdi, biroq sholg'omni tortib olishmabdi. So'ngra it mushukni yordamga chaqiribdi. Mushuk itni, it nabirani, nabira bu kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni tortishibdi, lekin tortib olisholmabdi. Shundan so'ng mushuk sichqonni yordamga chaqiribdi. Sichqon mushukni, mushuk itni, it nabira kampirni, kampir esa cholni, chol esa sholg'omni tortishibdi va oxiri tortib olishibdi.